Dunyodagi eng baxtli ayol. Davomi. 2-bob. Hemşirem, hoziringizni qadrlang. O'tmish allaqachon o'tmishga aylandi. Siz kutayotgan kelgusi texi noma'lum. Ilkingizdagi bor yo'q faqatla hozir. Biz islomning pand nasihatlariga qarab baqayli. Buyuk, hammaga qodir Alloh Qur'onda iffatlik, iymonliq ayollarni maqtadi. Alloh Fir'avnning ayolini mu'minlarning namunasi qildi. Ayni chog'da u aytdi: Parvardigorim, men uchun dargohingda jannatda bir uy bino qilgin. Meni Fir'avn va uning askiligidan qutqizgin. Meni zolim qavmdan qutuldirgin. O'ylab beqing. Alloh qandoqsiga bu ayolni, Osiyani iymonliq ayollarning ulgusi qildi? U qandoq qilib hidoyat tepishni, Allohning yo'liga ergishishni orzu qiladigan barcha kishilarning ro'shan simvoliga aylandi. U nima degan dono ha? Allohning dargohidan o'ziga dunyo manfaatidan ustun bo'lgan turalg'u talab qildi. U o'zini jahiliyatchi, zolim, kofir Fir'avn kontrolligidan ozod qildi. Xizmatni qilg'ili kinzaklar, kiygili hashamatli kiyimlar tal bo'lgan rahat farog'atlik qasrda turishni rad qildi. U olamlarning parvardigori Allohdan teximi yo'qolmas, teximi go'zal turalg'u, ko'plagan chimanzorliklar, eriq o'stanlarga to'lgan jannat so'radi. Hammaga qodir Allohga yagona madihaga loyiq, ulug' huquq va shon shuhratga ega Xudoga yaqinlashishni istadi. Qudratlik Allohning dargohida ko'ngildagidek o'ringa erishidi. U bir ulug' ayol. Zolim eriga taqobil turish uchun uning himmati va sadoqati uni haqiqat va iymonni so'zlashga qistidi. U Alloh yo'lida qiyin qistoqqa uchradi. Ammo eng oxirida olamlarning parvardigori dargohidan mukammal panoh topdi. Ulug' Alloh uni ta qiyomatgacha har bir iymonliq ayolning namunasi qildi. Shundaqla muqaddas kitoblarda uni maqtadi. Uning nomini va ish izlarini xotirladi. Uning haqiqatdan yuz o'rgan erini qarg'adi. Gerçi siz bo'ron chapqun, qor yomg'irda qolsangizmi, hamon umidvor bo'ling. Hemşirem, albatta har bir mushkullik bilan bir osonlik bor. Zulmatlik kecha o'tib ketgandan keyin chuqum nurliq sahar keladi. Aram bermez hasrat bulutlar tarqalib, canni qiynaydigan qabahat hamon yo'qoladi. Azobliq musibatmi bir kun tugaydi. İnşallah. Bilingki, siz hamon ajrga erishsiz. Mubada siz bir ana bo'lib, farzandlaringizni islomning g'olliq ishlaridan qilib tarbiyalayalsangiz, ular siz uchun sajdalarda va saharlarda duo qilsa, u chaqda siz yistash qalblarga boy, mehribon, shafqatlik bir onaga aylanasiz. Baxt degan shu. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning onasi Amina insoniyatga bir ulug' rahbar, katta payg'ambarni taqdim qildi. Ana bo'lganligingiz, bir avlod musulmonlarni yetishtirib chiqqanligingiz uchun iftixor va shon sharafga nima degan loyiqsiz, ha? Sizda bir da'vatchiga aylanish yo'shirin kuch bor. Yiqimliq so'zlaringiz, farosatlik nasihatlaringiz, hikmatlik uslubingiz bilan boshqa ayollarni Allohning yo'lida mengishga chaqiring. Esil ish harakatlaringiz bilan o'zgalarni ta'sirlantiring. Ularga yo'l boshlang. Ularning namunasiga aylaning. Bir ayolning go'zal xulqi, mijozi, pokiz, diyonatlik ish harakatlarining atrofidagilarga bo'lgan yetaklash roli diniy da'vat, leksiya va darslar qo'lga keltirilmagan natijalarni qo'lga keltiradi. U qo'shnilar aro yashaydi. Kishilar uning din diyonatini tilga oladi. Esil kiyimi, go'zal muomalasi, qo'shnilar bilan inoqligi, eriga itoatmanligini so'zlashadi. Natijada u kishilarning ulgusiga aylandi. Hamma kishi uni maqtaydi. Gullar tezli ichiladi. Qayg'u hasrat hamon yo'qoladi. Shodlik cho'qim hukm suradi. Qiyinchilikdan keyin Alloh oson qiladi. Siz g'oyat zo'r boylikqa ega. Faqat niyat Alloh uchun bo'lsa, siz uchragan barcha xafalik gunohlaringizni o'chirib tashlaydi. Hadis tarqatgan xush xabarni anglang. Bir ayol Rabbiga itoat qilsa, 5 vaqt namozini o'tsa, izzat obro'yini qo'g'disa, Rabbining jannatiga kiradi. Alloh oson qilgan odamga bu ishlar haqiqatan osondir. Bu katta xizmatlarni qilsangiz, sizga 2 dunyolik baxt ato qilgan mehribon Parvardigoringizni ko'ralaysiz. Uning shariatiga bo'ysuning. Qur'on va hadisni ching tuting. Chunki siz musulmon ayol. Bu degan eng ulug' shon sharaf va iftixor bo'liqi. Allah sizni musulmon bo'lishga tanladi. Sizni Muhammad alayhissalomning agash kuchilaridan biri qildi. Ayşe, Xadicha va Fatimalarning varis qildi.
5 vaqt namoz o'tganligingiz, roza tutganligingiz, haj qilganligingiz, hijob kiyganligingiz uchun sizni tabriklaymiz. Allohning parvardigoringiz, islomning diningiz, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning payg'ambaringiz bo'lganiga rozi bo'lganligingiz uchun muborak bo'lsin. İman, e'tiqod sizning oltiningiz, diyonat sizning zubur zinnatingiz, adab axloq sizning boyligingiz. Alloh bizga yetarlik. U nima degan yaxshi homiy ha? İslamiyatdagi ayol jahiliyatdagi ayolga o'xshamaydi. Siz faqat bir ishni İslamiyat muhitida yashagan musulmon ayol bilan jahiliyat muhitida o'sib cho'ng bo'lgan g'ayri musulmon ayolning ahvolini inchik o'ylansangizlar, baxt tuyg'usiga cho'misiz. İmanlıq ayol Allohdan qo'rqudi. Xayri ihson qiladi, roza tutadi, kechalari namoz o'qiydi, hijoblanadi, eriga itoat qiladi, qo'shnisi bilan inoq o'tadi, ballarga kuyindi. Ammo jahil ayol badallarini xohlagancha o'chib qo'ydi. Bilimsiz, nadon, faqat davrning modul bo'ladi. Uningda axloq mezoni yo'q, obro'y o'lchimi yo'q, iymon texmi yo'q. Bu ikki xil holatni silishtirsangizlar, o'zingizning eng baxtli ekanligingizni bayqaysiz. Ulug' Allohga shukr. Bo'shib qolmanglar, qayg'urmanglar. Agar mu'min bo'lsanglar, cho'qim ustunlik qozonasizlar. Qasrda yashagan odam, Ka'bada yashagan odamga o'xshashli yashaydi. Biroq kim baxtli yashaydi? Alloh mening egamdir. Men uningga hech narsani sherik keltirmayman. G'ururlik mag'lubiyatning bir tuqqani. Men sizga kuchab nasihat qilay. Aldirash yuring. G'ururlik va bekor talablikka cho'kib qolmang. Uy vaqtingiz va oila kutubxonangizga obdan qarang. Xizmatingizni, mas'uliyatingizni ado qiling yoki bo'lmasa namoz o'qing. Qur'on va foydali asarlarni ko'ring. Manfaatli nutqlarni anglang va yoki do'stlaringiz, xulum qo'shnilaringiz bilan birga o'ltirib, ularni Allohga texmi yaqinlashtirgan temalarda paranglashing. Shundala baxt va shodlikni topalaysiz. Quruq hissiyotga qo'l bo'lishdan saqlaning. Chunki u bosh og'riqi, g'am andisha va yomon vasvas gumonlarni qo'zg'aydi. Ulardan qutulish uchun tirishib ishlashdan boshqa chora yo'q. Qiyofatingizga diqqat qiling. Oilada xushbiroq ishlating. Uyni pokis tuting. Eringizga, bolalaringizga, aka-uka, hadis-sing'illaringizga, tuqqanlaringiz va do'stlaringizga xursand qalb, chin tabassum, qanoatchan ruhiy holat bilan muomala qiling. Ashu baxtsizlikni keltirib chiqargan gunohlardan ner turing. Masalan, harom qarash, xohlagancha ichilgan zinnat, yot er bilan yolg'iz birga turish, qarg'ash, tuhmat, g'ayvat, erga sarkashlik qilish, yaxshiligiga ko'z yumish, mana bu gunohlar ayollar orasida intan yamrab ketdi. Faqat ashu Allohning rahmatiga erishganlar buning sirtida. Allohning g'azabini keltirib qo'yishdan saqlaning. Allohdan aymining. Chunki taqvolik baxt va xotirjamlik tuyg'usi elib keladi. Musibat tuyg'usiz kelganda, ofat bir-biriga ulashganda, la ilaha illalloh, Allohdan o'zga iloh yo'q deng. Men faqat chiroyli tasavvur qilaman.